Assalomu alaykum. Men sizga hozir 7lik metrajli zamokka 7lik sabachkani qanday o'tkazishni ko'rsatib beraman. Qarang, 7lik zamogimizni, metrajli zamokni sizda mana shunday holatda turgan bo'lsa yoki bo'lmasam tekis holatda turgan bo'lsa, biri baland, biri past bo'lsa ham kiygizishga qiyin bo'ladi. Shuning uchun sizga ortiqchalik qilayotgan joyini yoki bo'lmasam biri baland, biri past bo'lib turgan joyi bo'lsa, qirqib yuborishni maslahat beraman. Hozir menda boshi ochilganligi uchun ortiqcha joyini qirqib yubordim. Endi siz zamokni tengma-teng qirqib olganingizdan keyin zamokni ochasiz, ikkiga ajratib olasiz. Endi sabachkani mana qarang. Mana shunday dumaloq tomoni bor, to'rtburchak tomoni bor. Siz mana shuni dumaloq tomonini zamokka kiygizishni boshlaysiz. Sabachkani yarmigacha zamokni kirgizib oldingiz. Endi ikkinchi tomoniga ham xuddi shunday sabachkani yarmigacha zamok kirgizib oldingiz. Endi ikkita tomondan birdaniga zamokni sabachkaga kiygizishni harakatini qilamiz. Orqasidan mana bu tomondan mana sabachkani itarsangiz hamda mana zamokni ikkita yonidan kiygizayotganga o'xshab yurgizsangiz o'zidan o'zi kiyilib qoladi. Keyin sekingina mana bunday qilib kiygizib olasiz. Shunaqa holatda yengil oson kiydirib olsangiz bo'ladi.